Salom bolalar. Men svetoforman. Aytib qo'yay. Qizil chirog'im yonganda yo'ldan o'tish mumkin emas. Sariq chiroqda tayyor turish kerak. Yashilda esa ehtiyot bo'lib o'tsangiz bo'ladi. Men esa piyodalar yo'lkasiman. Kimdir erkalab zebra deydi. Agar siz meni ustimdan yursangiz, mashinalar sizga yo'l beradi. Hammangizni o'zim himoya qilaman. Bolajonlar, bu men yuk mashinasiman. Ko'rib turganingizdek, juda ham kattaman. Mabodo yo'limni kesib o'tsangiz, to'xtashga ulgurmasligim mumkin. Ehtiyot bo'lasiz, a? Men esa avtobus bekatiman. Siz bilan birga avtobus kutaman. Harakatlanish vaqtida tartibli bo'lgan bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Meni tanigandirsiz. Ko'chalarni to'ldirib yurgan yengil mashinaman. Meni odatda haydovchim boshqaradi. Eslatib o'tay. Duch kelgan joydan emas, svetofor ruxsat bersa, faqatgina zebra orqali yo'limni kesib o'tsangiz bo'ladi. Aziz bolajonlar, yo'lda harakatlangan vaqtda doim ehtiyot bo'ling.